Salom o'rtoqlar, sizlar bilan Texnogamer kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz 2026-yilda PUBG uchun top 3 da 60 FPS telefonlarini ko'rib chiqamiz. Bu reytingimizning top 3-o'rniga keladigan bo'lsak, Honor X7D. Bu telefonimiz PUBG da 60 FPS ni bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Bu telefonimizning protsessori Snapdragon 685. Bu telefonimizning ekrani 677 dyumlik IPS LCD, 120 Hz yangilanish tezligi. Bu telefonimizning batareyasi 6500 mAh. Bu telefonimiz sizlarga kun bo'yi bemalol zaryadkasi yetib beradi. Bu reytingimizning top 2-o'rnida esa TecnoSpark 40 Pro Plus. Bu telefonimiz PUBG Mobile'da 60 FPS ni bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Bu telefonimizning chipi MediaTek Helio G200. Bu telefonimizning ekrani 678 dyumli AMOLED ekran bilan jihozlangan. Bu telefonimizning ekrani 144 Hz. Bu telefonimizning ekrani H ekran bo'ladi. Bu reytingimizning top 1-o'rnida esa o'sha hamma bilgan legendarniy iPhone 11. iPhone 11 ning displeyi 601 dyumlik IPS LCD. Bu telefonimizning ekran yangilanish Hz 60 Hz. Bu telefonimizning protsessori Apple A13 Bionic. Bu chip hozirda o'rta flagman deb nomlanadi. Bu telefonimiz juda ham baquvvat telefonlar sarasiga kiradi. Shuning uchun ham bu reytingimizda top 1-o'rinni egallagan. Hamma shu iPhone 11 ni olayotganingizda iloji boricha 85 yoki 90 yo'mkislilarini oling. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.